Farg'ona shahar markazida hokimiyat yonida 70 kvadrat metrli xonadon sotuvga qo'yildi. Uy birinchi qavatda joylashgan. Eng katta afzalliklardan biri xonadonning o'ziga teng, ya'ni yana 70 kvadrat metrli podvali ham mavjud. Bu esa oddiy xonadondan ko'ra ancha katta imkoniyat degani. Hozirda uy 3 xonali qilib ajratilgan, lekin xohishingizga qarab qayta rejalashtirib, 2 yoki 3 xonali ko'rinishda o'zingizga moslab olishingiz mumkin. Remont masalasida ham xaridor uchun katta qulaylik bor. Uyni o'zingiz didingizga moslab remont qilishingiz yoki mebel bilan jihozlashingiz mumkin. Ya'ni bu degani sizga tayyor yoqmaydigan dizayn uchun ortiqcha pul to'lamaysiz, hammasini o'zingiz xohlagandek qilasiz. Barcha kommunikatsiyalari mavjud, hududi esa tinch, yashash uchun juda qulay. Endi eng qiziqarli tomoni narxi. Narxini 46 ming dollarga baholashdi. Yana bir qulay tomoni narxida kelishish imkoniyati ham bor ekan. Manzilni qaytarib o'taman, Farg'ona shahar hokimiyati yonida. Shahar markaziga yaqin 70 kvadrat metrli uy, qo'shimcha 70 kvadrat metr podval va eng muhimi o'zingizga moslab olish imkoniyati. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Hoziroq batafsil ma'lumot olish uchun ekrandagi raqamlarga bog'laning. Videoni yaqinlarga yuborib qo'yish esa esingizdan chiqmasin.